Ta'rifingiz beqiyosiz, baxtim yo'li to'shalgan kun. Ota-onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz. Go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Boshim qo'yay poyingizga, jonim qo'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Boshim qo'yay poyingizga, jonim to'shay joningizga. Duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Assalomu alaykum. Ana ukajonim, do'mmatim, kuyovim, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 100 yoshlarga kiringlar. Ana shu Rossiyaga ketayotgan farzandlarimiz ham sog' salomatgina bo'lsin. Zulfijonam, do'mmatimiz ham sog' salomat bo'lsin. Ishida ko'pni asrasinlar Allohim, qatorda shularni ham. Tug'ilgan kuningiz ukam bilan 100 yoshlarga kirib shularni farzandlaringiz rohatini ko'ring. Nabira, avira, chabiralarga hammani Xudo yetkazsin. Qatorda sizni ham, bizani ham, ukagnamni ham. Dard yuzini ko'rmanglar. Ukajon, ko'rgan dardlaring ortda qolsin. Do'mmat bilan kelin qilib huzur halovatlarni ko'rgin iloyim. Shu Rossiyadagi kelinni ham, xudolarni ham hammalarini tan jonginalari sog' bo'lsin. Ana hurmat qilib shu nimalarni tashkil qilgan farzandlar, nabiralar, kelinlarim hammasi qayerda bo'lsa Alloh panohida asrasin. Shu Qur'on kitobini do'mmatga taqdim qilibdilar. Qur'onxon bo'linglar, do'mmat bilan namozxon bo'linglar. Haj umralarga borishga Allohim hammani taqdir qilsinlar. Qatorda sizlarni ham, bizani ham, Xudojonim, faqat yaxshi kunlarda ko'rishga Allohim taqdir qilsinlar. Sog' bo'linglar, dard yuzini ko'rmanglar. Siz berganingiz uchun katta rahmat.
Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bu dunyoda tillo-yu zarning, sovg'a salomlarning qadri, qiymati, bahosi bor. Inson uchun aytilgan bir og'iz shirin so'z mehr, muhabbatning bahosi yo'q. Ushbu oqshomda yaqinlarda mana shunday imkoniyat bor. Bizning tabrik so'zlarimiz, bizning she'rlarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradi biz bilmadik-ku, lekin farzandlaringizning tabrik so'zlari, tilaklari ta'sirlantirishi aniq. Azaldan shunday gap borda, baribir qiz farzand otani ko'proq yaxshi ko'radi. Gulmira opamizdan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz, marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Dadam tug'ilgan kunlari yaqin dengiz yoshlar. Ana bugun dadam tug'ilgan kunlari. Bu uyga kelayotganimda darvozani birinchi bo'lib dadam ochilamagan. Ishlab xursandlik bilan kutib olib, bir umr shular yashaylik. Bir umr doim menga shular darvozani ochib o'tirsinlar. O'zga yurtda tinim bilmay ishlagan otam, musofirning nonin asta tishlagan otam, oilam deya qayda bo'lsa qayg'urgan har dam, ne so'rasam barin bajo qilgan odamsiz. Bu dunyoda suyanganim tog'im otamsiz. Dadam doim boshima sog' bo'lsinlar, onajonsiz. Shoirning shunday so'zlari borda, dada deb bosilar ilk bora qadam. Dadasi bor olam, eng go'zal olam. Bu dunyoda baxtlidan baxtli, dadasin bir bora quchoqlaganlar albatta. Bu farzandlaringiz baxtiga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Aslida bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr, muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling ilohim. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Mehmon, mezbonlar xush kelibsizlar. Sizlarga uchun katta rahmat, sizlarga ham katta rahmat qilgan. Mana shu farzandlarim hammasiga meni boshima sog' bo'lsin. Xudoning bergan umrini doim o'ynab kulib o'tkazsin. Hech qachon kasal bo'lmasin. Nimaki yaxshi niyat qilsa, niyatlarga qo'shilaman, yondan qo'shilib yordam beramanki hech qachon egilmasin. Qo'rqmay yursin men bu. Avvalambor hammalaringiz xush kelibsizlar. Yaqinlarim hammalaringiz xush kelibsizlar iloyim. Ana rahmat farzandlarimga ham. Doim shular sog' bo'lsin, boshima meni ham. Ana hammasi hozir Rossiyadan o'g'illarim, kelinim, naviram, ana qudolarim ham hammalar Rossiyadalar hozir. Hammalarini duo qilaman. Allohim o'z panohidan asrasin. Yo'llarini bexatar qilsin, ishlarini rivojini bersin. Doim sog' bo'lsin, sog', omon hammasi oilasini bag'riga yetib kelishini Allohim o'zing nasib ro'za aylagin. Hammalaringizga rahmat, xush kelibsizlar. Tabriklaymiz. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Farzandlaringiz boshlarida duogo'y otajonlari bo'lib, duogo'y onajonlari bo'lib turing. Ularning ishongan bog'i, suyangan tog'i boshlarida osmon bo'ling albatta. Farzandlaringiz uchun eng katta baxt, eng katta boylik aslida mana shu xonadonda fayzu barakaga, nurga to'ldirib, har bir xursandchilik kunlarda yonlarida sherik, boshlarida bosh bo'lib turishingizda albatta.